Tuxumni suvda pishirib yemay, manandek tuxum kavub qilishni o'rganib uyga tuxum to'shmaslan bo'lib ketgan juma do'stlar. Ma ta'mning payzligini demayli qo'yay tayyorlash usulining oddiyligida uyda tuxum bilan doridarmak bo'slam 15 minutda tayyor qila olasizlar. Qiysizlar o'rganib olinglar, hammamiz birlikda o'rganaylik. Oldi bilan suvda pishirgan tuxumning shaklini pokiz suvi deb shunday yengil pichoq qurib tayyorlab olamiz. Arqadan qozonga odatda qo'rg'anligidan ko'proq may qo'yib, may tushgandan keyin tuxumlarni silib, o'tir holda tuxumning sirti sarg'aygacha yaxshi aralashtirib qovurib olamiz. Tuxumni shunday qizartib olgandan keyin ortiqcha maylarni elib etib, hamda buning ta'mini tangshaymiz. Ta'mini tangshash uchun muvofiq tuz, jo'nstamning tangshaylik doridarmaklik uvoqlasidan bir qo'shiq, sirdan bir qo'shiq, azroq kunji silib etgandan keyin yaxshi aralashtirib olsak, tayyor bo'ldi. Ko'rganinglardek tayyorlash usuli bek oddiy, lekin ta'm ajoyib payz bo'ldi. Odatda tuxum yeyishni yaxshi ko'rmaydigan bolalar bo'lib qolsa, shunday qo'rib beradigan bo'lsanglar, talishib turib yeyapti do'stlar. Ayb cho'qim bir sinab